Assalomu alaykum. Sizlar bilan rasmiy xabarlar. O'zbekistonda svet va gazni tejash uchun nimalar qilinishi ma'lum bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zbekistonda energiya resurslari behuda sarflanishining oldini olish tizimini takomillashtiriladi. Bu kecha 1-aprel kuni qabul qilingan yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarorida belgilandi. Qarorga ko'ra, hududlarda iste'molchilarni muqobil energiya resurslaridan foydalanishga o'tkazish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatish orqali 2,5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasini va 1,1 milliard metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishga erishish maqsadida quyidagilar belgilandi. Iste'molchilar tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalaridan foydalanish hamda qo'shimcha 74 mingdan ortiq obyektda jami quvvati 785 megawatt bo'lgan quyosh panellari va 9 mingdan ortiq 2 million litrlik quyosh kollektorlari o'rnatish hisobiga 1,6 milliard kilovatt-soat energiyasini tejash. Aholisi ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lgan 300 ta mahallada quvvati 100 megapikseldan ortiq kichik quvvatli fotoelektr stansiyalari barpo etish hisobiga 45 million metr kub tabiiy gazni tejash. Budjet tashkilotlarida energiya tejamkor uskunalardan foydalanishni kengaytirish hisobiga 39 million metr kub tabiiy gazni tejash. Shuningdek, 2025-yilda yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish, iste'molchilarni muqobil energiyaga o'tkazish, energiya tejamkor va samarador texnologiyalarni joriy qilish dasturi tasdiqlandi. 2025-yil 1-maygacha Energetika vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari tarmoqlararo energiyani tejash jamg'armasining yashil imtiyoz axborot tizimini hamkor tijorat banklarining tegishli axborot dasturlari bilan integratsiya qilinadi. Eslatib o'tamiz, oldinroq Vazirlar Mahkamasi huzurida energiya samaradorligi milliy agentligi tashkil etilishi xabar qilinganida, energiya samaradorligini oshirish sohasida yagona davlat siyosati yuritish, sohada rag'batlantiruvchi va ta'sir etuvchi choralar ishlab chiqish va tartibga solish mazkur agentlikning asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi.